Assalomu alaykum. Bugun mana shunaqa ko'p xat ko'paytuvchilarga ajratishimiz kerak. Demak, x ko'paytirilgan y plus z kvadrati, y ko'paytirilgan x plus z ning kvadrati, z ko'paytirilgan x plus y ning kvadrati. Demak, minus 4xz. Xo'p, buni nima qilamiz? Ikkita bu bilan bunga beramiz. Ya'ni 2x yz ni bittasini bunga, 2x yz ni bittasini bunga bersak, buni mana bunaqa qilib yozib olsak bo'ladi. Bundan ikkitasidan mana shu 2x yz dan 2 ni chiqarib bersak, x ni chiqarib bersak, bu y plus z kvadrati. Demak, x chiqib ketdi. Mana bundan esa 2 yz qoladi. Demak, keyingisidan mana bundan, mana ikkalasidan bundan y ni chiqarib bersak, demak, y chiqarsak, x plus z ning kvadrati ayrilgan 2x z bo'lib qoladi. Demak, ikkilanganliklar qisqarib ketishiga kelib qoldi. Demak, buni o'zini yozib qo'yamiz paka. Demak, endi nima qilamiz? Mana buni yozib olsak, bu y kvadrat plus z kvadrat bo'lib qoldi. Bu esa xo'p, x kvadrat plus z kvadrat bo'lib qoldi. To'g'rimi? Endi plus z x plus y ning kvadrati bo'ldi. Endi nima qilamiz buni? Buni ochib chiqsak bo'ladi. Mana buni ochib chiqamiz, bu yoqda tursin. Ochib chiqsak buni x y kvadrat x z kvadrat y x kvadrat plus y z kvadrat. Shuni o'zidan biz mana yerdan nimani qilib olsak bo'ladi? Demak, mana shu yerdan y bilan x ni chiqaramiz. Mana yerdan esa z kvadratlarni chiqaramiz. Shunda nima bo'ladi? Yx chiqarsak, yx chiqarsam mana yerdan x plus y qoladi. Bu ikkalasidan esa z kvadrat chiqarsam, x plus y bo'lib qoladi. Demak, bu ikkalasidan ham x plus y ni chiqarsam, z kvadrat plus x y bo'lib qoladi. Demak, mana bu bilan buni yig'indisida endi nima bo'ladi qarang. X plus y nima bo'lib qoldi bizda? Z kvadrat plus x y bo'lib qoldi. Keyin qo'shilgan z x plus y ning kvadrati bor. Bundan bir xillarni chiqarib beramiz, ya'ni x plus y ni. X plus y ni chiqarsak, bizda z kvadrat plus y x y qoldi plus mana yerda bittasi qoldi-ku. Bu xz bo'ladi ochib chiqsak va plus zy bo'ladi. Endi bundan qaysilarini olsak bo'ladi? Qaranglar. Bundan z chiqarsak z plus x bo'ladi. Mana bundan y chiqarsak ham z plus x bo'ladi. Demak, x plus y mana bunda buni olamiz, buni olamiz. Bu ikkalasiga, bu ikkalasi to'g'ri keladi. Shunda z chiqarsak z plus x bo'ladi. Z plus x mana bundan ham z plus x bo'ladi. Ularni chiqarsak, demak bundan z chiqargandik, bundan y. Demak, mana ko'p xatni ko'paytuvchiga ajratdik. Demak, mana shu katta ifodamiz, mana shu 3 ta ifodaga ko'paytmasiga teng bo'lib qoldi.